Tasavvur qiling, siz koinotdagi ulkan bir tunnel orqali o'tib, juda yiroqda joylashgan bir sayyora yaqinida yoki hattoki boshqa bir galaktikada paydo bo'ldingiz. Bu ilmiy fantastik romanidan olingan g'oya emas. Bu makon vaqt ichidagi gipotetik portallar bo'lmish qurt tuynuklari bo'ladi. Qurt tuynugi haqidagi konsepsiya Eynshteynning umumiy nisbiylik nazariyasiga asoslanadi. 1935-yilda Eynshteyn va boshqa bir fizik Nathan Rosen Eynshteyn-Rosen ko'priklari deb nom olgan ilmiy ishni taqdim etishadi. Ularning matematik yechimlari tasvirlashiga ko'ra, ikkita qora tuynuk yagona tunnel orqali bog'langan bo'lishi va ushbu tunnel makon-vaqtni kesib o'tish imkoniyatini beruvchi qisqa yo'l bo'lishi mumkin. Ushbu ilmiy ish chop etilganidan o'nlab yillar davomida fiziklar diqqatini jalb qilmagan bo'lsa-da, qurt tuynuklariga bo'lgan qiziqish 80-yillarda yana jonlana boshladi. Mutaxassis fizik Kip Thorne aytishi bo'yicha, ushbu tunnel ichra sayohat qilish uchun uni barqaror holatda ushlab turish kerak bo'ladi. Uning hisob-kitoblari shuni ko'rsatadiki, tunnelni ochiq holda ushlab turish uchun bizga ekzotik modda, ya'ni salbiy energiya zichligiga ega bo'lgan gravitatsiya kuchiga qarshilik ko'rsatuvchi substansiya kerak bo'ladi. Bunday modda hali kashf qilinmagan bo'lsa-da, kvant mexanikasi uni mavjud bo'lishligini kichik ehtimolligi borligini ko'rsatadi. Masalan, Kazimir effekti. Vakuumda ikkita metal plastinka orasida salbiy energiya tebranishlari tufayli yuzaga keladigan tortishish bizga ozroq umid bera oladi. Biroq tunnel ichra odamni tashish mumkin bo'lgan hajmdagi kosmik apparatni barqaror saqlash uchun salbiy energiyani Yupiterning massasini 1 grammga siqilgan holatdagidek zichlikda siqish kerak bo'ladi. Bu esa bugungi texnologiyalarimiz uchun imkonsiz bo'lgan vazifadir. Ilmiy fantastika asarlari qurt tuynugi g'oyasini syujet uchun qo'llashni yaxshi ko'rishadi. Masalan, hamma bilgan Interstellar'da film qahramonlari tuynuk orqali makon-vaqtni kesib o'tishi esingizda bo'lsa kerak. Ammo san'at ko'pincha ilm-fandan yuzaki foydalanadi. Agarda biz masalaga jiddiy yondashadigan bo'lsak, buni amalga oshirish nihoyatda murakkabligini ko'ramiz. Hattoki tuynukni barqaror ushlab turish imkoniyati bo'lganida ham, undan o'tish bizdan yorug'lik tezligidan yuqori tezlikni yoki materiyani parchalab yuboradigan darajada kuchli gravitatsiyaga bardosh berishni talab qilgan bo'lardi. Ba'zi gipotezalar qurt tuynugi vaqt mashinasiga aylanish mumkinligini, bu esa fiziklar uchun g'alati va noqulay ilmiy paradokslarga olib kelishini taxmin qiladi. Stephen Hawking bu kabi ziddiyatlarni hal qilish uchun xronologiyani himoya qilish farazi konsepsiyasini ilgari surgan. Unga ko'ra, vaqtlar aro sayohatni tabiat tomonidan imkonsiz qiluvchi qonun mavjud bo'lishi mumkin. Ammo kayfiyatni tushirishga shoshilmang. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar qurt tuynuklariga bo'lgan qiziqishni yana jonlantirdi. 2022-yilda eksperimentlar kvant ko'pigi deb ataluvchi mikroskopik o'lchamlarda bo'lgan makon-vaqt tuzilmasi ichida qisqa muddatli qurt tuynuklari yuzaga kelishi mumkinligini ko'rsatdi. Xulosa qilib aytganda, qurt tuynugi ilm-fan va spekulyatsiya orasidagi nozik chiziqda joylashgan. Ba'zida fizika hodisalari biz taxmin qilgandek bo'lib chiqmasligi mumkin. Ba'zida esa biz xayolimizga ham keltirmagan narsalarni kashf qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham tadqiqot zavqi bizni faqat oldinga yangiliklar sari chorlayveradi. Mashhur astronom Carl Sagan bir paytlar yozganidek, qayerdadir qandaydir aqli bovar qilmas narsa kashf etilishini kutmoqda. Qurt tuynugi biz uchun ana shunday narsa bo'ladimi yoki yo'q, hozircha noma'lum. Ammo bizning ushbu sarguzashtimiz hali endi boshlanmoqda.